Assalomu alaykum YouTube kanalimga xush keldingiz. Bugungi videoda Facebook'da o'zimniki ko'rgan bu yozmalarni ko'rib o'zimniki o'ylaganlarimni sizlar bilan ham bahrlay dedim. Bu videomni ko'rib bo'lgandan keyin ochiqlamasliginglarni, tanqidiy fikrlar bo'lsa, ilmiy usulda o'zinglarniki o'ylaganinglarni yozishinglarni, hargizmi oldirab tinab bir kimni Facebook'dagi bezab gaplarga o'xshash shunda tilmasliginglarni umid qilaman. Videomniki temasi o'sha boyqut qilish usuli to'g'riliq. Video boshlashdan ilgari sizlarga boyqut qilish usullari to'g'riliq mundaq ilgari yuz bergan bir necha ahmoqona ishlarni bir misol qilib sizlar bilan o'rtoqlashay dedim. O'tganda Turkiya bilan Amerikaningki munosabati yiriklashgan chog'da o'sha to'rlarda ba'zi bir shundaq ahmoqona boyqut qilish usullari yuz berdi. Masalan, shu pullarni yerlarga, o'birnilarga chechish, andan keyin o'sha dollarni ko'ydirish degandek. U ishlar faqat odam o'zininki yonchiqig'iga ziyon bo'ladigan gap shu. U boyqut qilishninki bir to'g'ri usuli emas deb qarayman. Garchi o'zininki shundaq o'chmanligini, noroziligini ifodagan taqdirdami, lekin o'zingizniki pulini chiqib, o'zingizniki ko'ydirishning o'zi naqadar u ahmoqonalik u. Andan keyin Xitoyda yuz bergan bir ishlar bordi. Yaponiya bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatlar yiraklashgan chog'da shu yapon mollarini boyqut qilish Xitoyda yuz bergan ishlarda yapon mashinasi haydaganlarga shunaq boshqacha muomala qilish, mayqachash punktlarida ularga mayqachlab bermaslik degandek bir ishlar yuz bergan. U boyqut qilish usullariniki ahmoqona bir usullari deb qarayman. Nimaga ziyon, o'ziga ziyon. Hamda bu bizningki boyqut qilish usullarimiz qanday ekan desa, Facebook'ga qarab baqsaq, birinchi bo'lib biz Burhan doktor shu Uyg'urcha oshxonalarni boyqut qilishni chaqiriqqa boshlabdi. Xitoy kirayotgan butun oshxonalarni boyqut qilsak qandoq deb. Shuning bilan oqoqidalar shunga munosabatlik, ya'ni Xitoyga tarjimonlik qilayotgan bolalar jiroq turinglar. Bugundan boshlab Xitoy tomoq yeydigan oshxonalarga kirmayman. Andan keyin Xitoy kirgizmaydigan oshxonalar muni. Uningdan boshqa Xitoy kirgizmaymiz deb e'lon chiqargan bayonotlar degandek. Bu boyqutninki usullari boshqalar bir narsani olmaymiz deb boyqut qilsa, bizning odamlarimiz sotmaymiz deb boyqut qiladi. Misol o'zimga kulkilik bilindi, nima desam, bu Kanadada odatda bir oshxonaga kirgan kishini chiqarmanga deb chiqarib o'tkazib bo'lmaydi. Falonni kirgizmiz, pustonni kirgizmaymiz degan undaq gap bu yaniki qonunga xilof. Bir oshxonaga yoki bo'lmasa boshqa bir shirkatninki yoki bo'lmasa mayli mulozimat ta'minlaydigan bo'lamdi, qanaqla bo'lsin, men axloq xizmat qilaman, qarilar xizmat qilmayman degan amallam u shirkat cho'ng bir avorchilik uchraydigan gap, bir racistniki bir turi. Bu hozir Facebook'da ko'rganlarninki hammasi o'zimizniki Xitoyga bo'lgan o'chmanligimizni to'g'ri tushunishga bo'ldi. Men shaxsan o'zimni melib desam bo'libmi shu millatimizga beshig'i kelgan kulfatlardan tortib 2017-yildan boshlab tuzuk bir Xitoyga gap qilgim kelmaydigan bo'lib ketdi, gap qilmaydigan bo'lib ketdim. Yaqinqi misolni olsak, bir necha kunning oldida men bir Xitoy qo'shnim bilan so'qishib qoldim. Necha vaqtdan yoqi zot o'sha ishdan keladigan, ketadigan chog'larimda o'sha ishning oldida bu bir ishlar bilan o'sha qasddan gap qildiganga yo zerikib ketamdi, yo paranglashqili boshqa qo'shnisi yo'q, inglizcha bilmaganki paranglashqisi kelamdi, Uyg'ur ekanligimni bildigan bo'lgandan keyin nalardan nuqtikin to'lib parang qiladi. Shu ko'zlarimni alaytib boqsam, shu gap qilaverdi. Bu haq degan haq yoqtirsin, yoqtirmasin, ashuna gap qilaveradigan haq ekan. Shuning bilan bir kun urushib qoldim men bu. Gap qilma buningdan keyin menga seni ko'ray ko'zim yo'q. Men gap qilmagan deb boshlab dedim. Agar gap qildigan bo'lsang, buningdan keyin yana avar qildigan bo'lsang, bu Jungo emas, bu Kanada. Unda persiganda so'roq qilsang bo'lmaydi, men saqchi chaqirman dedim men. Ashuna bir qo'qqizgandan keyin u menga ortiq yoqmaydigan bo'ldi. Shundan boshlab men u qo'shnimning u ishga kelish-ketish yo'llarida bir yerda ko'rib baxtimdan meni yiroqdan ko'rsam ostag'ifda boshqa yerga ketib qoldi. Hamda millatlar o'tirsidiki, hamda bu bizningki shu nimamiz shunchalik darajada bo'lib ketdi-da. Hatto qarig'imizmi kelmaydigan, gaqimizmi kelmaydigan darajada bo'lib ketdi. Buni to'g'ri tushunishga bo'ladi. Men bilaman, o'zim shaxsan shunday shu xil hissiyatda bo'lganligini tushunishga bo'ladi. Ammo bu qonunga xilof mendaq bir Turkiyada qanday ekan o'qmadim. Google'dan izlab baqsam, Turkiyaninki shu har qaysi davlatlarniki racistninki darajasini solishtirib baqsam, shu to'g'riliq bir materiallarni izlab baqsam, bu Turkiyada shu yobonchilarni shu chetga qoqadigan yoki yobonchilarga ayrim shunday racist muomala qiladigan Turkiyada eng og'ir ekan.
İşte ağır devletlarniki bir ekan. Endi bularni so'zlash orqali sizlarga nima demoqchi desa, bu Kanada taraflarda bu ish bo'lmaydigan ish, odam o'ziga ovorchilik keladigan ish. Balki oldingizga bir mulozimatni ta'minlaydigan shirkat yoki bu bir oshxona, bu oshxonaga kirgan xaridorni unaqa qil, uni chiqkat, buni uningga tomoq sotamiz, buningga u mumkin bo'lmaydigan ish, ham qonunga xilof ish. Shunga man yana o'ylab boqib bir ish qilsanglar demoqchi. Undaq deganim oshxonalarga Xitoyni chaqirib kelib xizmat qilinglar degan gap emas. Meningcha bo'lsa-ku kirgandan keyin ularni toza shu zo'lab sotadigan gap. Zo'lab sot degan gapimda u voy kasal o'jam kasala deb emas. Shundoq bo'lsin ularninki yonchiqidagi pulni bulab og'ilib bo'lmasimi? Bir aldab saldab bo'lsin qanchaki jiq topqinimiz yaxshi ularniki. Ashlarninki yonchiqidagi kirganga oldimizga kelgan ekandan keyin ashlarning pulini toza topqiloq. Turkiyada İstanbulda necha yuzlagan o'quvchilar bor, shunda Xitoylarga tarjimonlik qilib, sayohat yetakchisi bo'lib ishlayotgan bolalar, shunda qilib jon beqiyotgan. Ularnimi meningcha bo'lgan chog'da ulardan ish qilib topqilib bo'ladigan bo'lsa, toza yonchiqidagini toza tepish kerak. Hayot nimalarni qilg'izmaydi? Hayot shundaq İstanbulda hayot texmi zo'r deb jiq bir narsalarni ko'rmam. Shu to'g'rida shu BBC'niki turishchisiga qarasam, shu İstanbulniki ishsizligi, shu İstanbulniki shu qandaqligi, turmushniki, iqtisodniki bak so'zlaydi ekan. Shuni BBC qonunninki turishchisini ko'rib baqsanglarmi bo'ladi. Bu bundaq deganim hamda Xitoylardan undaq qilinglar deganim. Bu gaplarimni anglab, achalab ketmanglar. Hech kim Xitoyga mulozimat qilishni xohlamaydi. Hech kim Xitoyning pulini tepishni xohlab ketmaydi. Oldimizga kelgan ekandan keyin uni undaqligi qonunga xilof bo'yicha chiqarmanga deb undaq u racistni biz qilmaylik. Oldinga kelgan bo'lsa sotqin. Meningki fikrim bo'yicha bo'lsa, shu Xitoylarninki ularga manfaat yetkazadigan har qanday ish bo'lsa, men qarshi. Ular bilan savdo setiqqa qarshi. Masalan, siz ularga bir narsalarni Xitoyga to'p mal setib, ular sizdan foydalangan ish bo'lsa, men uning qarshi. Qat'iy undaq savdolarni to'xtating. Ulardan bir narsalarni amang, ularga foyda, manfaat yetkazadigan bir narsalar bo'lsa, hargiz undaq savdoni qat'iy qilmang. Lekin men unga o'xshash tamoq yeydigan, mulozimat bilan ta'minlab, ulardan hech qanday bir ularga hech qanday bir manfaat keltirmaydigan ishlar bo'lsa, menimcha uni to'smang. O'zimiz racist qilib ko'rsatib nima qilamiz? Xitoydan mo'ta bo'lib ketib bormizku bu virus tarqatilgandan keyin. Eliga bir ism kimdi? Elizabetmi? Vatanimizga berib bir video ishlab kelgan kechida ular bizniki kechida kelib odamlarni tutdi ekan deb shu bizniki vatanimizga bo'layotgan ishlarning hammasini shu video qilib ishlab dunyoga tarqatgan bir muxbir qiz bor. Ashniki poyezdda o'tirib bir Xitoy mo'may bilan so'zlashgan bir nemisimi bor. Shu chog'da so'rgan, sen shu Uyg'urlar iching og'ritamsan desa, yo'q, ichim og'ritmayman deb boshlab javob bergan. Hozirgi bo'layotgan ishlarda biz Xitoydanmi o'ta bo'lib ketib beribmiz. Ularninki insoniyatga qarshi jinoyatlarini davomli fosh qilaylik, lekin o'zimiz inson qalbidan chiqib ketgan undaq o'zimizni. Xudoga shukr, Facebookdagi shundaq gap qildiganlar ilmi yaxshi boshqa tillardan bilmaydi ekan, inglizcha bu degandek. Hayron has qoldim. O to'g'riliq gap qilmay bo'ldi. Meniki demoqchi bo'lganim shu, Kanadada yashayman, Kanada to'g'riliq uchurlarni beraman, Facebookda uchirgan bu yozmalarni ko'rib, Kanadada bundaq ish mumkin emas demoqchi. Shularni sizlarga bildirib qo'yay. Kishilarimiz bir ishlarni o'ylashgan chog'da bu kallani ishiltib, o'zimizniki Uyg'ur ekanligini demoqchi bo'lganim shu, Kanada tarafda undaq butun millat bo'yicha bir kimni bundaq bir ishga chaqiriq qilishniki o'zi bu qonunga xilof qilmish. Bizniki ziyolilarimizniki, ya'ni doktor saviyasidagi bir kishininki oshxonalarni Xitoylarga tomoq sotmanglar deb chaqiriq qilishi bu bir intayin ahmoqonalik. Shundaqlamday, haqiqatan shundaq. Ahmoqonalik. Boshqalarniki savdosini kirib sening oshxonaga bir kim kirsa, sotma chiqirib degili, u qamlashmaydigan ish shu.
Xitoy kirayotgan oshxonalarning hammasini boykot qilaylik deb. O'zingizniki Uyg'urcha oshxonalarni boykot qilamiz. Shu oshxonalarni sizni boykot qilib turmag'aydimdi. Siz oshxonaga borsangiz, sizni chiqarib etsa. Chiqarib etsa tamoman bo'ladi. O'zingiz chaqiriq qilgan ish tutsa. Bu yozmaga men inkas yozishdan ilgari men bir nechalar bilan avval paranglashdim. Mushundaq chaqiriq qilib yetibdi. Aşu başqalar bilan paranglashib, oldi bilan o'zimniki o'ylaganlarimni dedim degandan keyin ko'pinchisi sukut qilishni tanladi. Arslan Hidoyat qarindishimiz anandaki mushu yozmaninki ostiga o'ziniki inkasini yozgandan keyin men qarab beqibman. O'zimniki o'ylaganlarimni hozir deb o'tganlarimni hammasini yozdim. Bu yerda undaq qilishga bo'lmaydi. Aqtallik sotman, qartalik sotmayman degan bo'lmaydi. Bir qonun xilof ish, racist bo'lish racist'ninki tipik misoli degandeklarni yozgandan keyin bana bergan javobini bir ko'rib boqamsizlar. Men o'zimniki o'ylaganlarimni mushu yerga yozgandan keyin Burxon doktorninki menga qaytargan inkasini bir ko'rib boqsaq, bu ko'pchilik hammasi mushu yerda o'rtaq publik holda yozilgan narsa bo'lgandan keyin sizlar bilan uni tang o'rtaqlashay, bu bizning o'tirimizdagi shaxsiy parang bo'lgandan keyin, ya'ni ko'pchilik bilan tang o'rtaq yozishgan gap bo'lgandan keyin o'zinglar ko'rib beqinglar. Aniq dedim. Burxon doktorga men mushundaq stupid idea desam, stupid even you don't like this post, why do you say this? Nimishqa deysa bu gapni deydi. Desam nima bo'pti? No one didn't say your many stupid posts. Hech kim seninki ahmoqona bir narsa demdi. You can bring your Chinese friends. Sen Xitoy do'stlaringni akagin bo'pti deydi. Not expecting someone who live in democratic country. Shame on your democracy. Ma doktorning menga yozgan xati. Doktorninki o'ylashi, bizniki Uyg'urlarimizniki doktorlarniki o'ylashi yozgan qaytargan inkasi. Demokratik davlat yashayotgan nomus. Shame on your democracy. Debdi. Yana bir xatini o'qib qo'yaylik. Ko'pchilikning hammasi bu ishni yoqtirdi, faqat ozg'inalam o'xshamagan fikrlar bor. Buning meaning that you are not usual. Sen normal emaskansan, seninki qarashing o'xshamagandan keyin sen doktorimiz o'ziga qiliblam o'zi yakun chiqarib tushundirdim o'zimniki o'ylaganligimni. Shundaq stupid. You are calling people to be racist. A business owner can't say I sell my food to only white people. Yani ma'lum bir oshxonaning undaq savdosi bir kim oldiga kirsam, sen senga sotaman, menga sotmayman degan bo'lmaydi. U degan racistniki tipik misoli. Bu doktor saviyasida mushuni odatdagi bir racistniki tipik nimasini uqolmagan tursa, bu qandaq bo'lg'ini bu deb o'zimniki o'ylaganlarimni dedim shu. Desam, qartizimniki kirgizibdi. Endi meniki ikki Facebook bo'lgandan keyin yana birsi kirib qarab beqib qarsam, shundaq yana davomli qoldi. Uyg'ur oshxonalarini Xitoylarga bir narsa sotmasligi chaqiriq qilibdi. Boy deganimdagidek, shu Xitoylarga bo'lgan o'chmanligimizni buni tushunishga bo'ladi, ammo bu bundaq bir chaqiriq qonunga xilof ish, mana bu yerda xilof ish, ham Turkiyada qanaqkin tang. Ashundaq chaqiriq qilib, anandikin bu oshxonalar mashundaq e'lonlarni chiqarib, bizning oshxona Xitoylarni qabul qilmaydi deb. Atliki bir Xitoy oshxonangizga kelib, siz qabul qilmay beqinglar, bir arz qilib qo'ysizlar, oshxonangiz bunday qiladi degan gap. Navoda Turkiyada demokrasiya bo'lsa. Bu doktorniki bir tarafini men bek qo'llayman, mayada nim debdi desanglar, shu oshxonaga ish bo'lmaganda Sharq Turkistonniki bayrog'ini isib qo'yaylik debdi. Men intayin qo'llayman bu gapni. Nima desam, men shu har qaysi davlatlarga Turkiyada, Yevropada, Amerikada, Amerikada oshxonalarga berib baqdim, hech qanday bir Uyg'ur oshxonasida o'zimizniki bayrog'ini ko'rib baqmadim. Mushtaxurlik yana bir video ishladim. Shu Ottawa o'zimniki mayadagi bir oshxona, bir Hindistonniki halol oshxonasi bor. Hindistonniki o oshxonaniki ichini shunaq bezab ekan, tomniki hamma yerda. O'zim shu videomniki o'zini bir ko'rib olinglar. Shu Ottawa'dagi bir Hindistonniki oshxonasiniki qanday loyihalanganligini. Men o'zim bo'lsam shu oshxonalarga, ishxonalarga, mashinalarimizga hamma yerga o'zimizniki bayrog'ini asishni intayin tashabbus qiladigandan
Bo'lsa oshxonangizga esing, u siz oshxona siz ijaraga oldingiz, uning ichini qanday yasashingiz siz o'zingizga bog'liq. Qanday qilman siz shunday qila olasiz. Xudoyim bo'lsin, mening mashina bilan oshxonam bo'lib qolpaqsizlar, ishniki kiradigan yeriga toza. Haliqi US Treasury Amerikaniki majlisniki ichida bir nima xarita bor-ku. Xaritaniki ustida Sharq Turkiston deb yozilgan, East Turkiston deb yozilgan bir xarita bor. Aşı US Department'ның içideki aşı xarita bilan özümüzdeki bayrağını aşda işinin kirdigan yeriga çaplap qo'ygan bor meniki. Aşında yozgan bor. Xudoyim bo'lsa, u mumkin bo'lib qolar. Xudoyim bo'lsa, u mumkin bo'lib qolar. Men shunaqni tashviq qildigandan, aşı oshxonalaringlar bo'lsa, ishxonalaringlarga ashunda o'zimizniki bayrağını esib qo'ygan yaxshi. Ben doktorniki bu yazmasıniki yerimini qabul qilib, hem qattiq tashviq qilaman. Yerimiga hemen qarshi desam, sizlar mutallab ketadiganlar aniq. Hem ishxonalarga Xitoyni kiringlarmi demayman. Ularni kirgizmanglarmi demayman. O'zinglar o'ylab bir ish qilinglar. O'zinglarga avorchilik deb bormanglar. Haqiqiy to'g'ri yo'lda boyqut qilaylik. Onundan başqa Arslan Hidayet qarindishimizniki yazması barkan, onu sizlar bilan tang o'rtoqlashishni muvaffaq ko'rdim. Ya'ni ma'u yazmasini erkichi bo'lmang, da'vogar bo'ling deydi. Xitoy tajovuzchilari bilan odatdagi buhrani mushuninki yozgan inkoslarni ko'ribmi, oxirini ko'rib bilamdim bu yozganlaringlarni. O Turkiyadagi yashayotgan qarindoshlarniki o'ylashi bilan boshqa yerdagi, boshqa allardagi yashayotgan qarindoshlarniki o'ylaganlarida intayin cho'ng farq bor ekan deb his qildim. Hamma Xitoyni hammasini bir tayoqda aytadigan bo'lsangiz ham ajab Hong Kongni qo'llaydi ekansizda. Hong Kong bizniki bayrog'imizni ko'tarib chiqqan chog'da ajab chavak chaldingiz o'shalarga. Tayvannikimi shu Tayvannikilar ularmi Xitoy, Hong Kongnikilar ularmi Xitoy. Bizniki bayrog'imizni ko'tarib chiqqanlarmi, bizga yordam qilganlarmi shu. Hammasini hamda oshxonangizga hamda Hong Konglik Xitoydan birisi kelgan bo'lsa, uni deb chiqarib aytamsiz. Ay. Yana bir yozmasa qarsak mana bular maxsus bütün Hong Kong degan Xitoyning ziminni Xitoy ziminda bizniki bayrog'imizni ko'tarib chiqqanlar shular shu. Hong Kongning Xitoylari. Bularni nima deysiz hamsa? O yozgan inkoslarini ko'rib bayram muqamidim debdi. İdeyajatin rost demisin bir paklanish kerakkan. Kirib uni yozmasini to'liq o'zinglar o'qib baqsanglar bo'ladi. Yazmalarni o'qigan chog'da bir haqiqiy bir ma'nisi tegiga yetib, o'zimiz o'ylab bir ishlarni anandan keyin qaysi ishning to'g'ri, qaysi ishning xato ekanligini, qandoq davrda yashayotimiz, shu davrga qarata keladigan ishlarni qilishimizni tavsiya qilaman. Qonunga xilof ishlarga tashviq qilish yaxshi emas. To'g'ri ifodalang, g'azablaringizni ifodalang. Ularninki insoniylikqa qarshi yoshindaq jinoyatlarga qattiq g'azabingizni bildiring. Ammo o'shalarga o'xshash insoniylikdan chiqib ketgandek andaq gaplarni qilmang. Ular bilan nima farqingiz qoladi sizninki? Zammamiz birlikda o'shalarniki jinoyatlarni fosh qilaylik, qarshi turaylik, to'g'ri yo'lda. Ham bu degan gaplarimni anglab baqichan tillab ketadiganlarmi jiq, madaq besadiganlarmi jiq. Qandoq bo'lsa, baribir mayli mudaq yazsanglarmi, qandoq yazsanglar yozgan chog'da bezab gaplarni qilmay, ilmiy usulda o'zinglarniki o'ylaganinglarni yozsanglar bo'ladi. Komment qismini, ya'ni inkas yozish qismini yana ochiq qo'yib qo'yaman. Qandoq yazsanglar o'zinglarniki o'ylaganinglarni to'g'ri usulda, lekin ilmiy usulda demakchi. Bezab gaplarni qilgan bo'lsangiz. Bu YouTube kanalim o'zimniki shaxsiy kanali. Xuddi sizniki Facebooklarda xohlagan bir narsangizni yo'llaganingizga o'xshash, men o'zimniki YouTube kanalimda o'zimniki o'ylaganlarimni, xohlagan narsalarni chiqaryapman. Ba'zilari foydali, ba'zilari hamda sizniki ochig'ingizni keltirib qo'ygan bo'lsin hamda o'ylaganlarimni dedim. Anglab qoling. Ochig'ingiz kelgan bo'lsa chiqib keting. Keyingi videoim yana shu video bilan tang chiqadigan. Oldingi videoda sizlarga deb bergan, ya'ni shu
Özüm muşu Uyghur YouTuberlarını davamlıq özüm muşu Uyg'urlarni davamlıq ekran oldiga chiqarishda shularga chaqiriq qilib yurib, nurg'ulg'an yangi Uyg'urcha kanallar paydo bo'ptikan to'q. Kelarki videorim mushuning bilan teng chiqadigan videorim, ya'ni shu barliq Uyg'ur YouTube kanallarini sizlarga bir ko'rsatib o'tmoqchi. O'zim bildiganlarini ham anglaganlarini. Buning ichida u videorim aslida yo'q bo'lganlarini o'zinglar yana ostiga inkaslarni yozib qo'ysanglar, qo'shib qo'ysanglar, ko'pchilikmi bilib qolsa bo'ladi. Mau videorim mushunchalik bo'lsin. Ochig'imlarni keltirib qo'ygan bo'lsam, afv qilasizlar. Anglablar o'tkitinglar. Kelarki videoda ko'rishaylik, yana davomli videolar chiqib turadi. Ishlaringlar o'ngishli bo'lsin. Omon bo'linglar. Yana bir qatim afv so'rayman, xo'sh.